1 avgustdan boshlab ko'pchilik odamlar e'tibor bermasa keyin vaqt, pul va asab yo'qotishi mumkin bo'lgan yangi tartiblar kuchga kiradi. Men bugun sizga bu o'zgarishlarni oddiy tilda kimga ta'sir qiladi, kim xavotir olmasligi kerak, qayerda xato qilish mumkin va hozirdan nima tayyorlab qo'yish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat tadbirkorlar yoki haydovchilarga emas, oddiy fuqarolarga, talabalarga, pensionerlarga, uy egalariga, ijara beruvchilarga, ota-onalarga va bank xizmatlaridan foydalanadigan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa, ko'p muammoning oldi olinadi. Oldin ko'p ishlar odat bo'yicha yurardi. Masalan, kimdir kommunal to'lovni 1-2 oy kechiktirib qo'ysa, keyin borib to'lab qo'yardi. Kimdir hujjatdagi telefon raqamini yangilagan bo'lsa ham, baribir ish bitardi. Kimdir ijara shartnomasini rasmiylashtirmasdan yashab kelardi. Yana kimdir bank kartasi, mobil ilova, soliq kabineti yoki MyBank.gov uzdagi ma'lumotlarga umuman qaramasdi. Chunki odamlar kerak bo'lsa o'zi xabar qilishadi deb o'ylardi. Endi esa vaziyat boshqacha bo'lyapti. Davlat xizmatlari, banklar, soliq tizimi, kommunal tashkilotlar va elektron platformalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizning telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa, xabarnoma sizga yetib kelmasligi mumkin. Agar shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik chiqib turgan bo'lsa, siz bilmay yurishingiz mumkin. Agar ijara, daromad, avtomobil, kadastr yoki bank ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lsa, keyingi bosqichda hujjat olish, kredit rasmiylashtirish, subsidiya so'rash yoki chetga chiqish jarayonida muammo tug'ilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. 1 avgustdan boshlab odamlar uchun asosiy xavf qo'yganing o'zi emas, balki beparvolik bo'ladi. Ya'ni sizda hammasi joyida bo'lsa, qo'rqadigan narsa yo'q. Lekin ma'lumotlaringiz eski, to'lovlaringiz chalkash, hujjatlaringiz to'liq emas yoki shaxsiy kabinetingizga 1 yildan beri kirmagan bo'lsangiz, aynan siz tayyorlanishingiz kerak. Birinchi katta o'zgarish ilk xabarnomalar va shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq. Endi ko'p ogohlantirishlar qog'ozda emas, elektron shaklda yuboriladi. Bu SMS bo'lishi mumkin. MyBank.gov orqali xabar bo'lishi mumkin. Soliq kabinetidagi bildirishnoma bo'lishi mumkin yoki bank ilovasidagi ogohlantirish bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odamlar buni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin amalda eng katta muammolar aynan shu yerdan boshlanadi. Masalan, siz 4 yil oldin bir raqam ishlatgansiz, keyin boshqa raqamga o'tgansiz. Lekin bankda, soliq tizimida yoki davlat xizmatlari portalida eski raqam qolib ketgan. Tizim sizga muhim ogohlantirish yuboradi, lekin siz uni olmaysiz. Keyin muddat o'tadi. Siz esa menga hech kim aytmadi deysiz. Amaliyotda bunday gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Chunki tizim xabar yuborilganini ko'rsatadi. Shu sababli 1 avgustdan oldin birinchi qilinadigan ish barcha asosiy xizmatlarda telefon raqamingiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va elektron pochtangiz to'g'ri ekanini tekshirish. Ikkinchi o'zgarish to'lov intizomi bilan bog'liq. Kommunal xizmatlar, soliqlar, jarimalar, kreditlar, aliment, ijro hujjatlari va boshqa majburiyatlar bo'yicha ma'lumotlar tezroq ko'rinadigan bo'lib bormoqda. Oldin odam keyin bilib olarman deb yurardi. Endi esa qarzdorlik boshqa xizmatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, elektr energiyasi bo'yicha 1000 ming so'm qarz chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki eski avtomobil jarimasi 30 ming so'm bo'lib, ustiga penya yoki ijro xarajati qo'shilishi mumkin. Yoki siz qachondir yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgansiz, keyin faoliyatni to'xtatganman deb o'ylagansiz, lekin tizimda majburiyat qolgan bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men buni amaliy hayotda ko'p uchraydigan holat bo'lgani uchun aytyapman. Toshkentda ishlaydigan bir kishi viloyatdagi eski uyida suv hisoblagichi bo'yicha ma'lumot kiritilmaganini bilmay yuradi. Oradan vaqt o'tadi, tizimda qarzdorlik paydo bo'ladi. U keyin kredit olmoqchi bo'ladi yoki uyni sotmoqchi bo'ladi. Ana shunda masala chiqadi. Odam o'sha paytda yuguradi, navbat kutadi, ariza yozadi, dalolatnoma so'raydi. Agar buni oldindan tekshirsa 10 daqiqada hal qilinadigan ish keyin 10 kunga cho'zilishi mumkin. Birinchi navbatda uy-joy egalariga murojaat qilaman. Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, yer uchastkasi yoki noturar joy bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Manzil to'g'rimi? Egasi to'g'ri ko'rsatilganmi? Maydon o'lchami noto'g'ri yozilmaganmi? Eski qarzdorlik yo'qmi? Kommunal hisoblar sizning nomingizga o'tganmi? Ko'p odam uy sotib oladi, lekin gaz,
svet, suv yoki chiqindi hisobini o'z nomiga o'tkazmaydi. Keyin qarzdorlik kimning nomida turibdi, kim to'lashi kerak? Eski egami yoki yangi egami degan tortishuv boshlanadi. Ikkinchi navbatda ijara beradiganlar va ijarada yashaydiganlar ehtiyot bo'lsin. Agar ijara shartnomasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu keyinchalik ikki tomonga ham muammo bo'lishi mumkin. Uy egasi daromadni yashirgan deb ko'rilishi mumkin. Ijarachi esa yashash joyi, vaqtinchalik ro'yxat, bolani maktabga joylashtirish yoki bank tekshiruvida qiynalishi mumkin. Masalan, talaba Toshkentga kelib 2 million so'mga uy ijaraga oladi. Uy egasi shartnoma shart emas deydi. Keyin talaba biror hujjat uchun yashash manzili kerak bo'lganida rasmiy asos yo'qligi sababli muammo tug'iladi. Shu sababli men ijara masalasini og'zaki kelishuvda qoldirmaslikni maslahat beraman. 3-guruh haydovchilar, avtomobil egalari jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi sotdi va davlat raqami bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish kerak. Ba'zida odam mashinani ishonchnoma bilan boshqarib yuradi, lekin jarima kimning nomiga tushayotganini bilmaydi yoki eski jarima allaqachon ijroga o'tgan bo'ladi. Masalan, bil 35 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa, keyin qo'shimcha xarajatlar bilan kattalashishi mumkin. Bundan tashqari, agar mashina sizning nomingizda bo'lsa-yu, uni boshqa odam haydab yurgan bo'lsa, mas'uliyat masalasi juda ehtiyotkorlik bilan ko'rilishi kerak. 4-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zband qilganlar. Agar siz kichik savdo qilayotgan bo'lsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, uyda tikuvchilik, ta'mirlash, yetkazib berish, onlayn savdo yoki repertorlik bilan shug'ullansangiz, daromad, chek, to'lov qabul qilish va soliq maqomingizni tekshiring. Men kichkinaga ishlayapman, menga tegmaydi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Bugun ko'p to'lovlar karta orqali yuradi, elektron iz qoladi. Agar bir oyda kartangizga 20 million so'm tushsa, tizim buni oddiy shaxsiy o'tkazma deb qabul qilmasligi mumkin. Albatta, har bir tushum daromad degani emas. Masalan, qarindoshingiz sizga qarz qaytargan bo'lishi mumkin. Lekin bunday holatda izoh, hujjat yoki tushuntirish kerak bo'lishi mumkin. 5-guruh ota-onalar. Farzandingiz bog'cha, maktab, litsey, kollej yoki oliy ta'limga hujjat topshirayotgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, ID karta, yashash manzili, ota-ona ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar va elektron ariza holatini oldindan tekshiring. Ko'pincha muammo oxirgi kuni chiqadi. Masalan, bolaning familiyasida bitta harf xato yozilgan bo'ladi. Yoki ota-onaning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin tizimda eski ma'lumot turadi. Natijada ariza qaytadi. Muddat esa kutib turmaydi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, qarzdorliklaringiz yo'q bo'lsa, telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, shaxsiy kabinetlarga kira olsangiz, ijara va mol-mulk masalalari rasmiy bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Yangi tartiblar birinchi navbatda ma'lumotlarni tartibga solish, xizmatlarni tezlashtirish va yashirin muammolarni ko'rinadigan qilishga xizmat qiladi. To'g'ri tayyorlangan odam uchun bu hatto qulaylik ham beradi. Masalan, sizning MyBontagov uz profilingiz to'liq bo'lsa, elektron raqamli imzo yoki OneID orqali tizimga kira olsangiz, ko'p hujjatni uydan chiqmasdan olasiz. Oldin bir ma'lumotnoma uchun tuman idorasiga borib navbat kutish kerak edi. Endi ayrim xizmatlarda ariza elektron topshiriladi, to'lov ham onlayn qilinadi, natija ham elektron keladi. Lekin buning uchun profil ishlashi, telefon raqami sizniki bo'lishi va hujjatlar bazada to'g'ri turishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qarzdorlik har doim ham siz haqiqatan qarzdor ekansiz degani emas. Ba'zan tizimda xato bo'ladi. Eski hisob noto'g'ri ko'chadi. Hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmaydi. To'lov boshqa hisobga tushadi yoki ma'lumot yangilanmay qoladi. Shuning uchun qarzdorlik ko'rsangiz, darrov vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. To'lov kvitansiyalari. Bank cheklarini saqlang. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ariza raqamini oling va javobni yozma shaklida talab qiling. Ikkinchi nozik jihat. Karta orqali kelgan pulning hammasi daromad emas, lekin tushumlar muntazam, katta va izohsiz bo'lsa, savol tug'ilishi mumkin. Masalan, bir odamning kartasiga har kun 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul tushyapti. U bu qarindoshlarimniki deyishi mumkin. Lekin agar bu jarayon savdo yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lsa, uni to'g'ri rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun tadbirkorlik qilayotgan odam shaxsiy karta bilan biznes to'lovlarini aralashtirmasligi ma'qul. Alohida hisob, alohida qayd, alohida hujjat bo'lsa, keyin tushuntirish oson bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ijara shartnomasi faqat uy egasini emas, ijarachini ham himoya qiladi.
og'zaki kelishuvda uy egasi ertaga chiqib ket desa, ijarachi qiyin ahvolda qolishi mumkin. Yoki ijarachi kommunal to'lovni to'lamay ketib qolsa, uy egasi zarar ko'radi. Rasmiy shartnomada ijara summasi, muddat, to'lov kuni, kommunal xarajatlar kimning zimmasida ekani, depozit qaytarish sharti, uy jihozlari ro'yxati yoziladi. Bu oddiy qog'oz emas, kelajakdagi janjalning oldini oladigan vosita. 4-nozik jihat. Eski hujjatlar bilan yangi tizimlarda muammo chiqishi mumkin. Masalan, pasportdan ID kartaga o'tgansiz, lekin ayrim bazalarda eski pasport raqami qolgan. Yoki familiyangiz nikohdan keyin o'zgargan, lekin bankda eski familiya turibdi. Yoki yashash manzilingiz boshqa, amalda boshqa joyda turasiz. Bunday farqlar kichik ko'rinsa ham ariza berish, pul olish, shartnoma tuzish, kredit rasmiylashtirish yoki farzandni ta'lim muassasasiga joylashtirishda to'siq bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, men bilmasdim degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonun va tartiblar e'lon qilingandan keyin fuqaro ularni bilishi kerak deb qaraladi. Shuning uchun men doim shuni aytaman. Odam o'zining asosiy ma'lumotlarini yiliga kamida 2 marta tekshirish kerak. Bu xuddi sog'liqni tekshirtirishga o'xshaydi. Og'riq bo'lmasa ham tekshiruv foydali. Hujjat va to'lovlarda ham shunday. Endi eng muhim qismga keldik. Hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam My Bank Kokkov. Uz yoki OneID hisobingizga kirib ko'ring. Agar parolni unutgan bo'lsangiz, tiklang. Telefon raqamingiz sizning nomingizda va faol ekanini tekshiring. Profilingizdagi pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, elektron pochta va boshqa asosiy ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar xato bo'lsa, tegishli davlat xizmatlari markaziga yoki portal orqali murojaat qiling. Ikkinchi qadam, soliq kabinetini tekshiring. Jismoniy shaxs sifatida mol, mulk solig'i, yer solig'i, daromad bilan bog'liq majburiyatlar, tadbirkorlik maqomi, o'zini o'zi band qilish holati bor yo'qligini ko'ring. Agar siz oldin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, faoliyat haqiqatan yopilganmi yoki yo'qmi albatta aniqlang. Chunki men ishlamay qo'yganman. Boshqa, tizimda faol turish boshqa. Uchinchi qadam, kommunal hisoblarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqa to'lovlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni ko'rib chiqing. Hisoblash ko'rsatkichlari to'g'ri kiritilganmi? Oxirgi to'lov tushganmi? Eski qarzdorlik yo'qmi? Agar uy sizniki bo'lsa, hisoblar ham sizning nomingizga rasmiylashtirilgani ma'qul. Agar uyda boshqa odam yashayotgan bo'lsa, to'lov tartibini yozma kelishib oling. 4-qadam, bank ilovalaringizni ko'rib chiqing. Siz ishlatmaydigan kartalar, eski kreditlar, muddatli to'lovlar, avtomatik yechimlar, noma'lum obunlar bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan odam bir xizmatga ulanib qo'yadi, keyin har oy 20 ming yoki 50 ming so'm yechilib turadi. Bir qaraganda bu kichik summa. Lekin bir yilda 600 ming so'm bo'ladi. Agar kredit bo'lsa, to'lov sanasini aniq biling. Kechikish bir kun bo'lsa ham kredit tarixiga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam. Avtomobilingiz bo'lsa, jarimalarni tekshiring. Yo'l harakati xavfsizligi tizimlari, bank ilovalari yoki tegishli portallar orqali eski jarima bor yo'qligini ko'ring. Sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi sotdi hujjatlarini tartibga keltiring. Agar mashina sotgan bo'lsangiz, lekin rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu juda xavfli. Chunki avtomobil nomingizda turgan ekan, ko'p masalada savol sizga keladi. 6-qadam, ijara masalasini tartibga soling. Uy egasi bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Ijarachi bo'lsangiz shartnoma so'rang. Shartnomada pasport ma'lumotlari, manzil, ijara summasi, muddat, kommunal to'lov, depozit, uy holati va chiqib ketish shartlari aniq yozilsin. To'lovni imkon qadar iz qoldiradigan usulda qiling. Bank o'tkazmasi, ilova orqali to'lov yoki hech bo'lmasa yozma tilxat. Bu ikki tomonni ham himoya qiladi. 7-qadam, hujjatlaringizni bitta joyga jamlang. ID karta yoki pasport nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjati, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, to'lov kvitantsiyalari, sud yoki ijro hujjatlari, tibbiy ma'lumotlar. Ta'lim hujjatlari elektron shaklda ham saqlansin. Telefoningizda saqlash bilan cheklanib qolmang. Bulutli xotira yoki fleshkada zaxira nusxa bo'lsin. Chunki telefon yo'qolsa, hujjatlar ham yo'qolmasligi kerak. 8-qadam. Agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Masalan, falon shaxsiy hisob bo'yicha qarzdorlik noto'g'ri hisoblangan. 2024 yil noyabrdagi to'lov kvitantsiyasi ilova qilinadi.
qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozing. Ariza raqamini oling va javob muddatini kuzating. 9-qadam katta pul harakatlarida izoh yozing. Agar qarz qaytarilsa, qarz qaytarildi deb yozing. Agar oila a'zolariga yordam bo'lsa, oilaviy yordam deb yozing. Agar tovar yoki xizmat uchun to'lov bo'lsa, uni tadbirkorlik hisobida yuriting. Bu kelajakda savol tug'ilganda sizga yordam beradi. Hech qanday izohsiz katta tushumlar ko'p bo'lsa, keyin ularni tushuntirish qiyinlashadi. 10-qadam. Atrofingizdagi kattalarga yordam bering. Pensioni ota-onalar, texnikadan kam foydalanadigan qarindoshlar, qishloqda yashaydigan yaqinlar ko'pincha SMS yoki shaxsiy kabinetlarni tekshirmaydi. Ularning nomida uy, yer, avtomobil yoki eski to'lovlar bo'lishi mumkin. Bir marta yoniga o'tirib, telefon raqami, kommunal hisoblar, soliq qarzdorligi va hujjatlarni tekshirib bering. Bu oddiy yordam, lekin katta muammoning oldini oladi. Keling, buni yanada aniqroq tushuntiraman. Birinchi misol, Dilshod aka uyini ijaraga beradi. Oyiga 3 million so'm oladi. Shartnoma yo'q, hammasi og'zaki. Ijarachi 4 oy yashaydi. Keyin 20 million 200 ming so'm kommunal qarz qoldirib ketadi. Dilshod aka bu meniki emas deydi. Lekin hisob uy egasi nomida. Agar shartnomada kommunal to'lov ijarachi zimmasida deb yozilganda va to'lovlar har oy nazorat qilinganda bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Malika opa o'g'liga o'qish uchun pul yuboradi. Har oy 2 million so'm. Bu oddiy oilaviy yordam. Lekin agar karta orqali ko'plab odamdan pul tushib, izohsiz yuraversa, bu savdo yoki xizmat daromadiga o'xshab ko'rinishi mumkin. Shuning uchun oddiy pul o'tkazmalarida ham izoh madaniyati kerak. Bu qonundan qochish emas, aksincha keyingi tushuntirishni osonlashtirish. 3-misol. Gaz mashinasini tanishiga sotadi, lekin keyin rasmiylashtiramiz deb yuradi. Tanishi jarima oladi, mashina noto'g'ri joyda qoladi yoki boshqa muammo chiqadi. Tizimda mashina Xolid Jasurning nomida. Demak, savollar ham Jasurga keladi. Shuning uchun avtomobil oldi sottisida hujjatni oxirigacha rasmiylashtirmasdan kalitni berish katta xato. 4-misol. Bir oila yangi kvartiraga ko'chadi, lekin gaz va elektr hisoblarini eski egadan o'tkazmaydi. 1 yil o'tib uy sotish yoki kredit uchun garovga qo'yish kerak bo'ladi. Shunda eski hisoblar, qarzdorliklar, noto'g'ri ko'rsatkichlar chiqadi. Hammasini bir kunda hal qilib bo'lmaydi. Agar ko'chgan kuni hisoblar tekshirilganida masala joyida yopilardi. 5-misol. Talaba hujjat topshiradi, lekin telefon raqami otasining eski raqamiga ulangan. Tasdiqlash kodi kelmaydi. Ariza oxirigacha yuborilmaydi. Talaba tizim ishlamayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo profil ma'lumotida. Shuning uchun elektron xizmatlarda eng oddiy narsa, ya'ni telefon raqami eng muhim kalitga aylanadi. Men ko'rayotgan eng katta xato shuki, odamlar muammoni chiqqanidan keyin hal qilmoqchi bo'ladi. Lekin yangi tartiblar davrida eng to'g'ri yo'l profilaktika. Siz shifokorga faqat kasal bo'lganda emas, tekshiruv uchun ham borasiz. Hujjatlar, to'lovlar va elektron profillar ham shunday. Bir marta tekshirib qo'ysangiz, keyin ancha xotirjam yurasiz. 2-xato. Odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi har xil vahimali xabarlarga ishonadi. Hamma jarimaga tortiladi. Barcha kartalar bloklanadi. Hamma uy tekshiriladi degan gaplar ko'pincha bo'rttirilgan bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Har qanday xabarni rasmiy manba orqali tekshiring. Vazirlik qo'mita, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy ilovasi yoki ishonch telefoni orqali aniqlang. Qo'shnining gapi, Telegramdagi noma'lum kanal yoki skrinshot asosida qaror qilmang. 3-xato, menda hech narsa yo'q, menga tegmaydi deb o'ylash. Sizda uy bo'lmasligi mumkin, mashina bo'lmasligi mumkin. Lekin telefon raqamingiz davlat xizmatlariga ulangan. Tadbirkor bo'lmasligingiz mumkin, lekin ijara, kommunal, o'qish, kredit yoki oilaviy pul o'tkazmalari bor. Demak, bu mavzu baribir sizga aloqador. 4-xato. Hujjatlarni faqat rasm sifatida saqlash. Rasm xiralashadi, yo'qoladi, topilmaydi. Eng kerakli hujjatlarni nomlab saqlang. Masalan, ID karta, kadastr, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi. Elektr to'lovi 2026 deb alohida papkaga joylang. Bu mayda tartib keyin katta vaqt tejaydi. Agar shaxsiy ma'lumotlarda xato bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron portalga murojaat qiling. Agar soliq bo'yicha savol bo'lsa, soliq organining shaxsiy kabineti, ishonch telefoni yoki hududiy bo'limi orqali aniqlang. Agar kommunal qarzdorlik noto'g'ri bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga ariza bering va kvitansiyalarni ilova qiling. Agar bankda noma'lum yechim yoki kredit bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling, ilova ichidagi chat bilan cheklanib qolmang.
rasmiy murojaat raqami bo'lsa, jarayonni kuzatish oson bo'ladi. Agar jarima yoki ijro hujjati chiqsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Avval asosini tekshiring. Qachon, qayerda, nima uchun? Agar rostdan ham sizga tegishli bo'lsa, muddata to'lang. Agar xato bo'lsa, dalillarni yig'ing, chek, fotosurat, shartnoma, ishonchnoma, oldi sotdi hujjati, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot javobi. Keyin yozma tartibda e'tiroz bildiring. Og'zaki tushuntirish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Agar ijara bo'yicha kelishmovchilik bo'lsa, shartnoma bor yo'qligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shartnoma bo'lmasa ham to'lov izlari, yozishmalar, guvohlar, kommunal to'lovlar yordam berishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l shartnomani boshidan tuzish. Demak, 1 avgustdan boshlab asosiy talab shuki, hujjatlaringiz, to'lovlaringiz, telefon raqamingiz, elektron profillaringiz va rasmiy majburiyatlaringiz tartibda bo'lsin. Kim o'z ma'lumotlarini tekshirsa, qarzdorliklarni aniqlasa, hujjatlarni jamlasa va xatolarni vaqtida tuzatsa, yangi qoidalardan qo'rqmaydi. Kim keyin ko'raman deb yuraversa, aynan o'sha odam keyin navbat, ariza, jarima, bloklanish yoki ortiqcha xarajat bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida eng sodda, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Bugun 30 daqiqa vaqt ajrating. May bank uzaga kiring. Soliq va kommunal hisoblaringizni tekshiring. Bank ilovangizni ko'ring. Avtomobil va ijara hujjatlarini tartibga keltiring. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz buni o'zi qila olmasa, ularga yordam bering. Bu ishni 20 avgustdan keyin shoshilib qilishdan ko'ra, hozir xotirjam bajarish ancha foydali. Sizningcha bu yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik keltiradimi yoki ortiqcha tashvishmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir muhim o'zgarishni oddiy tilda tushuntirib boraman.